Sizga hozir bir tovush eshittiramanda, bir eshitib ko'ring. Keyin bu tovush sizga nimani eslatganini izohlarda yozib qoldirasiz. Eshitdingizmi? Go'yo kimdir eshikni taqillatganda chiqadigan tovushga o'xshash. To'g'rimi? Endi esa bu nomi Toriq bo'lgan yulduz ham xuddi eshik qoqayotganda chiqaradigan tovushga o'xshash ovoz chiqarmoqda. Eng qiziq tomoni shundaki, Qur'ondagi vas-samai va Toriq oyati va arab tilida ham Toriq so'zi eshik qoquvchi ma'nosini anglatishi. Bundan 1400 yil avval ilm, fan va texnologiya bo'lmagan bir zamonda Toriq, ya'ni eshik qoquvchi deb xabar berilgan bu yulduzning hozirgi davrda kashf etilgan ovozi ham xuddi eshik qoqilishiga o'xshash tovush chiqarishi qanday izohlanishi mumkin? Bugungi davrda ham xuddi o'sha Makka mushriklardek Qur'onni Muhammadni sallallohu alayhi vasallamni o'zi yozgan deydigan aqli zaif, hidoyatdan bebahra insonlar bor. Agar Qur'onni Alloh saqlasin, inson so'zi deb hisoblasak, unda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bundan 1400 yil oldin bu ultra tovushlarni yuqori chastotani qabul qiluvchi qurilmalar bilan yozib olib, keyin unga Toriq deb nom berganlarini qabul qilishimizga to'g'ri keladi. Holbuki bu fikrni yer yuzida qabul qiladigan birorta ham inson yo'qdir. Chunki u davrda na ilm fan, na texnologiya rivojlangan edi. Demak, shunday ekan, bu oyatni va bu kitobni Qur'on o'zi bayon qilganidek, innama yatazakkarul ulul albab, faqat aql egalari eslatma oladilar deb bayon qilganidek, faqatgina aql egalari eslatma olishadi. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.